Salam qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Mush vaqtinglar xayrlik bo'lsin. Bugun 2021 birinchi oyning 31 kuni, ya'ni birinchi oyning eng oxirgi kunida, hozir Uyg'ur vaqti soat 19dan 42 minut o'tdi. Hozir Amerika Washington vaqti 8dan 42 atdiganki edi. Avrupa vaqti soat 14dan 42. Bugünkü tema yanıla Uyghur davasidagi eng asosli bo'lgan Amerika hukumati tarafidan qabul qilingan Uyg'urlar ustidan Jungo hukumatining erkak qirg'inchilik edib berayotganlik masalasini yanıma inchiklab tushuntirish va buning davomini qanday qilish to'g'risida ko'pchilik bilan ham o'rtoqlashimiz, ham yishimi berimiz. Ondan keyin bu to'g'riliq, bu endi Amerika o'tirib qo'ygan narsani Amerika ijro qilamdi, boshqalar qarab turamdi. Ya boshqa davlatlar bormi? Qalpiga eng yo'g'on bo'lgan Birlashgan Millatlar Tashkiloti. Bular buningga qo'l tiqamdi degandek shu temalarni asos qilib fikr yurgizmoqchi. Aldı bilen Yarmavat efendim bu şu erkek qirg'inchilik meselesini yaxshi bu şu tashviq qilayotganlar hamda ular yaxshi hamda mushuning qarshi turadigan yoki mushuni zot qilmay turayotganlarning maqsadi nima? Bular nimadan qo'rqidi degandek mushu xalqning savollari ko'pkan. Mushuning bir javob bersa, yishimi bersa deb o'ylayman. Marhamat. Assalamu alaykum. Bütün dünyadaki Uyghur tillik Azerbaycan, Qirg'iz, Turkmen, Türk, Tatar, No'g'ay, O'zbek, Qozoq, Uyghur tillik, Uyg'urlik endi boshlar. Qana ahvolinglar yaxshimi? Xo'sh, erkak qirg'inchilikniki endi bu bizning boshildi. 2019dan boshlagan buni. 2020 xulos chiqib, xulosning o'tirig'i huquqni berdi. Qonun chiqarib berdi. Birinchi ayning 19'i buna xulos chiqsa erkak qirg'inchilik deb. Xo'sh, endi bu yerda biz endi Amerikaniki ichki tashqi siyosatini ergishamadik. Faqat tinglashib qo'ydik, ergishamadik. Endi bu erkak qirg'inchilikni buni qonunlashtirdi. Endi qaytilgan davlatlar chiqyapti. Unda bo'lgan ekan buni ijro qilgan Birlashgan Millatlar Tashkiloti buni ijro qilish kerak. Chunki dunyo siyosiy qonun, inson huquqni 52. Tunugun akşam G'ani efendim bilan bunu suhbatlashdik. Bunu kim ijro qiladi? Dunyoniki 52 bo'lgan inson huquq, kishi huquq, inson huquq bu siyosiy qonuniki dunyo millatlar birligi bo'lgan ekan bularni qilish shartdi. Buningda bular ijro qilsa Xitoy buning ishidan o'liqni yo'q qilmayman delanmaydi. Qilmayman desimi tayoq yeydi. Ammo bular ijro qilmasa Amerika bulto Trump efendi degandek bu nimani hammani ip tashlab boshqadan bunu qilib chiqadi degan gap. Bulto'ga Amerika Kongresininki bultoq 7-oylarda talashayotgan narsa shu. Endi Xitoylar kirib oldi buning ichiga. Xitoy zodi buni qabul qilinmadi. Qabul qilinmay endi buni Uyg'urlar qabul qilmamdi. Erkak qirg'inchilikni qabul qildi-ku. Rabia Qodir erkak qirg'inchilikni men degan deb dedi-ku, videosi bo'lmasimi? Ma'qul. Biz salashmadik.
Dolqin efendimi biz dedik deb nima qildik o? Ma'qul. Manamda irqiy qirg'inchilikni chiroyli ijro qildigan mo'shinga Birleşmiş Teşkilatı'na mani icra qilmamsa degan tashkilot bo'lgan ekan. Qani bu tashkilotlar bütün dünyadaki har qanday tashkilot, mana Turkiya nima hisob emas, 2017 Turkiyada da'vo yo'q deb e'lon qilyapti. O biz emas, Amerika hukumati. Bu yerdagi o'zi qutqasiz bo'ldi bu yerdagi. Men Uyg'ur deblam. O endi mening gapim emas, shuma deb qo'y buni. Mike Rubio onu deb bo'lgan. Xo'sh. Buni endi devoqi qilamdi, ya hammamiz o'pishib umumiy shunday ittifoqlashib qilamdi. Ijro qilgan kim u? Birleşmiş Teşkilatı'nınki asas qildigan narsa shu. Xitoyni endi shu maydonga tortib ekildi. Ekilib, sen ma qilmishlar qilding, ijro komiteti buni shun deyish kerak Xitoyga. O demese endi bu Birleşmiş Teşkilatı'nınki beshi o't kuydi. Qandoq kuydi? O'zing yaxshi o'ylab beqinglar. Birleşmiş Teşkilatı 2017'de hesaplasak Amerika qat'iy Amerikani yiliga Amerikani gapini anglamagan. Çünkü Trump efendimni elekli bu milyonlar pulni yaxshi ko'rgan, ayolni yaxshi ko'rgan, ashna tushunib qoldi. Laqba to'lib so'zlagan da ko'rib qolgan. Bütün dünya siyosatini o'ngshayotdi. Bütün dünya siyosatini. Hozirgi demokratik Xitoylarmi bu kommunistin qanday saqtliq bulanç qaraqchiligini, bu davlat emas, bir mafiya qaraqchiligini, saqtganligini, yolg'onchiligini, o'zining qilgan gapini o'zi tenilib, tanmayotganligini bu bilib yetyapti. Endi bizning Uyg'ur millatlar ichida Uyg'ur bo'lish ustular. Shuningga ashning ideali borki, ko'z qarashi qandoq. Endi sening nomingga çıkardı. Sen bir teşkilat. Bu yalgancılığın içinde sen çoğuldun. Sen muş kişi hukuk, insan hukuk dava kılbat attın. Mananda özünün boğan hakkına icra kıldırgan, icra kılışıqa aşağıga esik koşulgan ağla tök verilgan sen olup kaldın. Bunu hem de muşlarga berip deyish kerak mi, deyish kerak emas? Deyish kerak. Janaga kirib hamda namoz qilish kerak. Qani men lider, men sen anasi bo'lamsan, Uyg'urning tog'asi bo'lam, cho'ndasi nima bo'lsang bo'l. Mana bu qil. Tayyor chiqdi. Tayyor chiqdi. Men ma'lummi? Sizlar shunday WhatsAppda rasm tushiblar o'tansizlar, yo'q ma'lumot deb, men ishinglarni qilamsizlar. Milletler kun yo'qolsinmi degdi. Bir ay çoğukan. Bu çoğukan yeşil 43 yaş. 43 yaş çoğukan. Diplomat. Hem başka millet, başka dindeki. Kendiler. Bu ne? 5 gün oldu. 5 günün içinde endi bu 5 gün içinde çıkıp anla papalak mı deydiğin nime emas bu. Hem nimege söhbetleşip, sözleşip, telefonlaşıp, onu dep, bunu dep, bu aşnak, bu vakit ötep gitti. Hepten üççü anlayan neyse, hepten üççü. Kıyımdaşlar, teşkilatlar, ben ismana demey, hemimiz iştifaklaşıp, manamda bu davanı hem de tökbeye atışımız gerek, millet için. Teyye seni irqi kırgıcı, yani müstakillik yolu içmedi. Farklı kıplam, içmedi. Mağmay, bir seki yok, amamiki, mağamaki, piqrab koydak, dükküyle piqrab için mədib. Aşna olup kaldım. Şunun için bununla ben kıldım diyenler, bana başlan. Merhamet, başlanlar. Bana mağla bizim şunun kütü adıdır. Kıl demeydik ya bula. Kanı onu köreşken tanlar, bunu köreşken tanlar. Sizlerine ayıpligin çıkmadık. Ayıpligin çıkmadık. Mani kılaylı. Teşkilatla başlanlar. Bütün dünyadaki Uygur kıyımdaşlar mana bu teşkilatlarınki kanı Birleşmiş Teşkilat aldı da man icra kılması icra komitesi kayakta kaldın.
deb endi azı qilib boqsin. Erkek qirg'inchilik men dedim. Va sen de biz böyle fırgan bulaylı. Sen degandek başla. He buna. Başlanglar buna. Başlamasanlar sizler bizga qaytinglar xalq biz başlaymiz. Biz qilayli. Bu tashkilotlar yo'qolsin. Yassin o'z maqtab, bir-biriga maqtitib. Meniki bu temada gapim shunchalik. Deyapman. Rahmat. Yaxshi tushuntirish bo'ldi. Shundoq bo'lsa-mu, men o'zimningki demoqchi bo'lgan o'y fikrimni azroq men eskartay. Hammamiz bilamiz, mushu Birleşken Milletler Teşkilatı'da nurg'un davlatlar bor. To'rlardan izlasak 193 davlat buning a'zo degan narsani chiqarib turdi. Ba'zi turuplar 163 deganlarni chiqarib turdi. 30 davlat farqi bor. Endi bu nembos bo'lsin, sal mujmallik bor demoqchidim-ku bu yerda. Endi mushuni ismining masalasini bir desak, burunmi biz dedik. İngilizce qarsak United Nation deydi. Bu United degan birlik degan bu uçluğu bu. Buni tarjima qilmasam hammiz biladi-da. Birlik bo'ldi. Endi nation degan gap bor-da. Bu nation degan millatdan boshqa narsaga mangmaydi. Buni nima uchun davlat deb tarjima qildi? Bu shaytonlarning ishi. Bu davlatlar birlashib nima ish qiladi? Bir yerda davlati yo'qlami, mishadaki faoliyat qildi degan bir ma'no chiqarish uchun bu Birleşken Milletler Teşkilatı degan narsa. Shuning uchun bu tashkilotning ichiga da'vo qilib kirganlar Dalay Lamam chiqib baqqan bu yerga, Rabiya Qadrim chiqib baqqan, Dolqaysam yurmamdi. Parat Yo'roqash nag bo'yris shaga yig'inga. Bularningki Dolqaysa'nın ayrım devleti yok mu? Şundaqmı? Bu Birleşken Devletler Teşkilatı nima ish qildi? Dalay Lama'nın ayrım devleti yok. Bu nima ish qildi? Rabiya Qadirmi yo'qdi. Turib ba'zida Nuri Turkanlar, Nuri Tulka. Bulan paydo bo'lib qoldi yerda Ro'sha Abbaslar. Ashlarning devleti bormi ayrım? Har xil tashkilotning nomlari bilan qatnashdi bular. Mushi ism tajrib qilishdim, odam aldaydi. Bu to'g'riliq mushunchilik dey. Buni bu O'zbekchani ko'rsanglarmi, O'zbeklar Birleşmiş Milletler Teşkilatı deb millat deganni chiqardi. Boshqalar davlat deb qo'shib, Turkiyadami davlat demaydi. Mush Uyg'urchada, Xitoychada mendaq tarjima qilib olganda buni. Endi bu Amerika chiqargan bu Uyg'urlar irqiy qirg'inchilik uchrayotdi degan narsa to'g'riliq. Endi ne icra qildi degan to'g'riliq so'zlashdik-ku. Biz falan icra qildi, pusta icra qildi deb miyaga bir narsani degil chiqmadik. Bu shu narsani icra qilg'ish uchun Uyg'urlar qanday kuch chiqarish kerak? Biz bir savol qo'ymoqchi bu yerda. Agar nima qildiganni bilmasanglar, bu tashkilotlar mavjud ustiga chiqib olgan liderlar o'rninglardan tushib boshqalarga ya o'tkazinglar ya biroq hammasini yo'q qo'yib, xalq hammas bir qo'shilib qaytadan bir narsalar tashkillasin, yasaylasin. Bu davoni qildigan ya menga hozir meni yetib oldinglar-ku burun. Qanday qilishni bilmay turgan chaqda buni oldingi mediadim dedik. Uyg'ur kishilik qonunini uni qilpadi. Uni qilpasim iyag burumlar bo'lmaydi ekan, qilmaydi ekan deb turib oldinglar. Uni chiqadil 2 soatning ichida biz qildik deb talashdinglar. Talashmanglar deb baxtib, tillab baxtib, maqtab baxtib, to'xtamay talashib o'tdinglar. Endi irqiy qirg'inchilik to'g'riliqmi o'chiq narsani o'tirib chiqadi. Bir Amerika chiqadi degan gap 50 davlat qo'shilgan narsaga aylandi deb oldingi mediadim dedik. Buning 50 shtati intan kuchlik. Dünya uchun eng cho'ng davlat tursa bu. Bular chiqargandan keyin boshqalar ovozini chiqaramayotgan davlatlar bor. Masalan, men hozir Yaponda turyapman. Yapondikindey Yaponda xalq besim ishlatib so'radi hukumatdan.
Amerika deydi, hatta deyishlemez. Bu qonun nima chiqadi, Yapon nimishga jim turdi deb so'radi. Tashqi ishlar ministridan so'radi. So'ragandan keyin ashining javob bergan javobini to'rbatda YouTube'ga chiqarib tikman, YouTube'ga men Facebook'ga chiqarib qo'ydim. Uning javobi nima? Biz Amerikaga o'xshash buni irqiy qirg'inchilik deydigan sel ojizlik qildigan yerimiz bor debdi u chiqib demabdi. Bu to'g'riliq men avval anglag'animni deydi. Ba'zilari buni qandoq tushuntiribdi yoki qandoq yechim beribdi desanglar, Yapon yer kichik bo'lg'ashqa bu yerdan ochliq ko'ktat chiqsim o'ziga yetishmaydi. 40% narsani sirtdan davomli akirib turmasa bo'lmaydi. Bu Yaponning yanida Jungo bor, eng yaqini Jungo. Koreya Tayvandan kiradigan narsa bak oz. Jungodek cho'ng davlatdan kirib turmasa, ta'minot bo'lmasa, Yaponning aholisi qiyin ahvol qoldi, turmushda qiyinlashish degandek narsalar bilan tushuntiribdi. Bu tushundirish qandoq deb birisi menga yo'llabdiki, bu Vatikanniki o'yini shunday qilib ma'nosini basmoqchi. Burun Jungodan hech nim akirmaydigan vaqtlarim batdi. Shu chaqdimi Yaponlarning soni ko'pdi. Urush vaqtlaridimi bu dehqonchilikni tashib etib hammadan urush qilgandimi, ochliq yetishmagan shu chaqlar ne kirgan desam, Braziliyadan ekelgan, Amerikadan, Kanadadan ekelgan deydi. Hozir mashadni akasi bo'ldi desam, siyosatchilarning ishini biz bilmaymiz. Sen bildigan bilsa, lekin biz bilmasak, Aşı parlament samı kirsangmam, qatnaşsangmam, aşağı söhbetleşsangmam deb. Meni ekirmaydi, raskamda hech kim anlamaydi desem, deb umid to'xtagan bo'ldi. Endi o'zimniki bu bo'lgan haqning gapi, endi o'zimniki o'ylagan deb baqsam, Yapon davlatiniki tuzilmasi ministrni asas qilgan, bosh ministerlik tuzumini asas qilgan podshohlik tuzum. Padişah bir qo'rchoqdek o'tirdi, amaliy ish qilmaydi, lekin ashuniki cho'ng tuzab qo'ygan temir yo'ldek bir yo'lni tuzab qo'ygan bo'lsa, ashadan mangadi qag'ini. Ushshaq tushak hech nimaga aralashmaydi. Hammasini bosh minister, parlament a'zolari bilan birga qiladi. Bu parlament a'zolari bosh ministerlarni xalq saylaydi. Xalq xalqa vaqtida evitimen desa, evitida bu xatolashgan chog'da. Xalqa vaqtida, vaqt to'shqanda emas. Bu misher o'xshamaydi. Shunga egispas bo'lgan hamallar xalqning ideyasidan o'tmagan narsalarni, masalan, Jungo to'g'riliq, shu erkak qirg'inchilikni desa, Jungo tarafda hozir biz nurg'un tayyorligimiz bitmagan, ochlig'imiz kamchil, biz demay turil deb xalq ochliq deb turib olsa, ustidagilar demaydi. Agar ustidagilar desa, xalq tushiruydi uni, tushiruydiman desa. Endi xalqni qoyil qildigan narsani hukumat va tashviqotchilar ijro qilish kerak. Lekin uni hozir qilmadi. Tashviqot yo'q, u to'g'ri xalqni qoyil qildigan. Endi Yapon bilan Jungoning burundan tatib, shu cho'ng ziddiyatlari bor deb kelyapmiz. Amaliyotda tuzi cho'ng ziddiyat yo'q. Yapon qarshi kurash degan kinolarda bor, amaliyot unda urushmi bo'lib boqmagan. Hozir Tayvan hukumatidagi Kuomintang deyotgan Kuomintang bilan hozirgi Jungo Kommunist partiyasi burundan bir xuddi dunyo Uyg'ur qurultiyi bilan ba'zilar bir tur bir-birini tillashgandek ma'lumot bir. Buni har qatim medialarda azroq eskartyapmiz qarindoshlar. Masalan, Kuomintangga yine Tayvan bilan urush qilib, urushlarda hayot qolgan qahramonlar botdi. Mao'dan kelgandan keyin shu qahramonlarni qahramon deb e'lon qilmay bir amallik o'ttirib o'tdi. Birsim hayot qolmadi. U yerda hayot qolgan kim bo'ldi? Roshan Abbosning bovisi bo'ldi. Seyfiddin Azizlar tuyuqsiz paydo bo'ldi. Hatto Jungoning davlat qurish murosimiga sahnaga chiqdi. Sahnaga eng oldidagi 7 boshliq aron chiqilgan sahnaga bu chiqdi.
ortiq bo'lib shunchalik darajada setib berganlik uchun ammo nima o'ylaylik qarindoshlar bir narsani desa o sen onun qarchablığında turublu undaq emasdi uni töhpisi var dedi devatqan qo'linglardagi foydalanish materialini hammasi kommunistik partiya besib bergan narsa o kitobinglar qaranglar hamma kitobda ya Şinjan xalq nashriyati deb Jungoning tamg'isi besilgan yoki bo'lmasa Beijing xalq nashriyati deb tamg'isini besib qo'ygan ikkil nashriyat bu Uyg'urni kontrol qiladi boshqa yer basmaydi bu Jungo davlati degan davlat ichida bosadiganlar shular hamda temidan yiroqlab ketdi deb o'ylamanglar bu narsalarni tushundirish uchun deyotgan gapda hamda mushu Birleşken Milletler Teşkilatı'na nurg'un pulni yordam berdi Jungo hukumati yordam berdi deb shuni bahona qilib nurg'un huquqlarni Jungoga tutqazdi bu kim pul versa shuningga o'tadigan narsami yo'q undaq emas qarindoshlar Jungo yordamni bersidan bermisidan buning keyinda Vatikan bor Vatikan bularni boshqardi pulni berdi shunga Xitoylar taxtda o'tirib baqsin deb ishtagashga uni o'rin chiqadi Xitoy mishada huquq tutgan chog'da BD'da uni arz qilmiz buni arz qilmiz adining kashkichi do'lqin esa so'zlab ketdi ashadin berkanmaydi hatto quzza tungamini hech qatim yurgan paqirab hamda mishadini Xitoyniki huquqini bir cheklab hozir ojizlatib o'tgandi biyag boduq davon unda qildik bunda qildik arz qildik deydigan birmi hozir uchur chiqmaydigan bo'lib ketdi nima uchun bunday qilsizlar qarindoshlar bayam uch qil dedik-ku qilsanglar uch qilinglar mana hammanim tayyor o saqal burut masjidniki davosi bir yerlar qoldi hozir irqiy qirg'inchilik degan yo'g'on narsani oldinglar tashlab qo'ydi Mehmet To'q degan sarang bizga isbot yo'q deb ta'tirlik bani sabab qilib turib olgandi endi bu hal bo'ldi mana bani sabab qildigan ishni qolmadi agar bu xalqqa hech qanday munosabatimiz qolmadi biz endi chekindik desanglar dunyo Uyg'ur qurultiyi mavjud emas buning deb e'lon qilinglar biz sizlarga qasddan kirishvamidik o'zinglar bizning xalqning vakili Uyg'ur xalqining vakili deb davomli deb yursizlar hozirmi uning buning telefon qilib kontrol qilib yursizlar Parat yo'rin qaşma to'pladi askar tayin yo'q o'z hozir o'z taqtib yurdi dunyo Uyg'ur quldan xabarlarni ko'sim deb haq taqtadi qani askaringlar hamiz qochdi qochgan bo'lsa yolg'iz nima ish qilsizlar o'tirib o'tgandim dedik-ku taslim bo'ldim demidik gunohinglar tövbe qilib men to'g'ri yo'lda meninglar keyin chatoqga qolsizlar dedik sizlarniki bir sizlar qiynab o'ynayli yo biroz o'tirversin deb tomosha ko'ramiz deb o'tamidik sizlar bir inson bo'lgandikin xatolig'ingdan tunib yaxshi yo'lga mangsanglar keyin istiqbolinglarga yaxshi bo'lam degan deb so'zlab qo'ydik agar so'zlamasak bu shular mediada so'zlayotganlar jiqnas bildikandiq bizga ancha muncha tarbiya bergisi ya maslahat berganmiz bo'pti degandek birning ba'zi bilan yeni ortishinglar mumkin shulan ko'z tutib deb qo'yayotgan gap sizlarni bu gapni anglanglar deb hech kim majburlayolmaydi ixtiyoringlar nega mangsanglar lekin Uyg'urning davosida men deb turib olgandikin sizlar shuning davoti emas o'tgandim anladik biz degan duq bilan 23 yil faoliyat qilgan ismim Ayndin deb ashad bir taqtuq so'zlab yurdi nim faoliyat qilding desa birmi faoliyatni deb beramadi lekin da'vat ma bor deydi demak dunyo Uyg'ur qultining davosida bala hozir jim yetib olibmi yana o'zini da'vogar sanayotdi da'vogar sansanglar hozir chiqsanglar bo'ldi kechikmaysizlar yo'l ochiq bu to'g'riliq meniki so'zlaydiganim mushunchalik endi mushu Trump efendim bilan Pompeo efendim nurg'un tirishib mushu Uyg'ur qonun to'g'riliq nurg'un narsani o'tirg'i
hüccetlerini çıkarıp berdi. Bular xuddi ba'zi tashkilotlarimiz ertadan kechgacha yo Xi Jinpingni eslab oldigan yoki bo'lmasa Mao'zning bir sil xatolashgan degandek birli odamga ortib qo'yib madaniyat inqilobini xuddi 4 kishilik guruh qildi degandek bir narsalarni deydiganlar uchun alohida ogohlantirish qilib sotsializmning hammasining terrorizm ekanligini burili deyotgandi. Buni Amerikaning parlamenti degan. Sotsializm terror bo'lgandan bularni yo'qitamiz deganni uchiq deganda. Endi biz bu yerda Uyg'urlar ustidan elib bergan erkak qirg'inchilikni qandaqdir Xi Jinping tasodifiy chiqib Xi Jinping qildi yoki burun Mao'zdanlik qilib qo'yibdi degandek bundaq nimalarni tatib chiqasak bo'lmaydi qarindoshlar. Yaxshi tushunaylik. Qaysi bo'lsin bular meshaga o'ttirg'i chiqmasning oldidalar bunlar chiqayotgan hukumatlar, buning oldidagi hukumatlar Gomindan bo'lsin mayli, uning oldidagi bo'lsa Gonsardan bo'lsin hammasi o'xshashlik qilib kelgan. Kichik bolalarni shu chaqdami uyoq bu yoqlarga olib qochib yurgan. Shu chaqlarda lagerlar batdi qarindoshlar. Ismi har xil. Ba'zilariga siyosiy maktab deb chiroyli ism qo'ydi. Mao dindorlarni, haqiqiy dindorlarni hammasini tutib o'tirdigan o'tadi, kalısini yuydigan yub bo'ldi, jarimani qo'yib ovozini chiqarmas qilyapti. Endi Mao tashqi dunyoga chiqib olib, salin yugan o'rab so'zlayotgan nima desang, bularning 99% hammasi qizil kommunistning sallisini yo'gab yurganlar bu. Rastga qildigan mushlar mishat turib chiqavuzmaydi. Ya masjidning bir yeri so'lab qo'ydi, uni ya masjidning ostiga bir yerga lagerdak bir nima yasib oldi, ashak so'laydi. Bu to'g'riliq mening askarligim bu shunchalik. Biz qandaqdir bir odamga burunqidek xatoligini qilmayli, 4 kishilik yurib, madaniyat inqilobi qilibdi, 80 ming odamni oyida qiribdi, 1 million oyida qirib o'tibdi deb o'tkazib bo'lmaydi. Bu bir ikki odamning ishi emas. Bütün shu hukumatga ismini almashtirsimi? Shu hukumatga tava narsa bu. Shuning ichidagi hammasi mas'ul bo'ldi degan gap. Ismini o'zgartiryapsimi mas'ul? Qachonmaydi. Xuddi Germaniyani ikkiga bo'libsimi? Ikki davlatning mas'uliyati urushqini bo'lgandek ish bu. Ikkisi birlashsimi yeni bo'ldi. Hozirmi urush chiqim to'laydi. Hozirmi irqiy qirg'inchilik ustidan jazolar muncha yil deb e'lon qilgan biz shu bitmangdi u. Chapini yo'tkazasimi, ismini yo'tkazib, shlapsini yo'tkazasimi o'xshash ish. Endi da'vo to'g'ri bo'lsin. Mana shu ba'zi ism talashib turib olganlar ko'p. Ismni nim qo'ysanglar o'zinglarning ishi. Xalqarada e'tirof qilayotgan Jungo o'z qo'yib qo'ygan Xinjiang desanglarmi denglar, lekin da'vo to'g'ri bo'lish kerak. Erkiy qirg'inchilik masalasi bor bu yerda. Uyg'ur degan narsami? Turkish people'ning erkiy qirg'inchiligi degan yo'q narsa. Hozir chiqargan qonun Uyg'ur ustidan chiqargan narsa. Oldin qismi shu. Uyg'ur kishilik huquq. Uningdimi askar qo'ygan nima, boshqalarmi bor, boshqalarni izvoti deb kichiklik qisqartib qo'ygan. Adadin kashkichisilar Uyg'urnikini chiqarib bermadi, boshqalarmi bor, Turkish people deb yepishib olgan ekan. Boptalar ko'ngli qamsin deb, boshqalarmi bor deb yana qo'shib qo'ydi. Amaliyotda olami o'zi qilsa, olanikini bir millat mundaq bo'ldi deb ayrim chiqardigan narsa u. Bir millat to'g'riliq bir narsa chiqarimiz desa, boshqa millatni qasddan o'zinglar chaplab yurdinglar. Men Turkish people deganlarga da'vatmi? Atinin kashkichi birdam o'zinglar qo'shib oldi ekansizlar. Mas surgunda hukumatning ashundaq ba'zi bir narsalarni e'lon qildi. Uyg'ur deb chiroyli so'zlab keliblar, qirg'iz qozoq va deydi. Qana To'qayib degan qirg'iz nima o'zi Qozog'istonniki boshlig'i tashqi ishlarniki. To'qayib dedi-ku, birmi qozoq yo'q lager deb. Ashtaq deb tursa, mala hozirgacha undaq yozdi. Nimishga yozlasa, buru Ro'sha Abbosmi shundaq yozadi, Nuri Turkiyami shundaq yozadi deydi. Ashlar bilan birma bular. Mening aqlim hayron.
İşenmisanlar so'rab beqinglar, shu nima chiqarganlar shuna yezib oldi doim. Bu Talipu Atajan deb olgan bir balansı var, xan so'chisim bor. Ashuna yozdi doim. Bu to'g'riliq mening askartib qo'yadiganim mushunchilik. Ma to'g'ri da'vo qilayli deb alayda qisqirtirib qo'yganim hamda Yar Muhammad efendimninki buningga qanday fikr bormi bilmayman. Bo'lsa marhamat. Xo'sh, qarindoshlar, endi Uyg'urlarning davosininki ojiz ekanligi chaqtirib hasayq tutib olganligini G'ani efendimninki shu qilgan so'zida tushanishisida men shuni tushundimki, saq odam hasayq tutib olgan. Söylep o saq odam mening qo'ltig'im yurigan deb boshqa millatda qaytib olgan. Men yordam qilgan shu deb. Ama sahtkarlikçi bu. Nimaga deganda bu boshqa millatdan olgan demisi, anada Uyg'ur milliy kimlik bilan chiqqan qonun bu yerda. Bu bir millat ola biladi. Mayli men gap qilay, seniki to'g'ri dey. Senin 100, 300 to'g'ri bo'lsin. Ama dünya qonun nizamda bir millatning ismi yezildi onda. O tarixida aşı millatning changisi, ugisi endi onu atlab o'tib ketaylik. Mana endi mushu hozir Xitoylar biz nim desek 2-3 kundan keyin onu deb chiqadi. Xitoylar Vatikanni to'namaydi. Rabbalar. Xitoylar irqiy qirg'inchilik deganni nimati bilamdi uni. Xugayda burun. Tazi obdan bo'pti-da. Hozir nima bo'ldi? O'zining beshiga umumiy keldi. Kelgandiki nima bo'ldi? Xitoylar Yichen Erbey vanda vardı. Özanglar hesablarga 120 milyon. 134 milyon dedim bu. Yazı 130 mert 7 milyon yeter deb qoldi. Bu ispat narsa qarindoshlar. Mana endi oqshomqi Liudaning so'zlayotgani Yichen Erbey vanda vardı. Bak Xitoy qurollar tazi yaxshi anlanglar. Ko'rayotgansizlar bir sanaga ele qagar bo'lib tazi ko'rib uni. Mevlana Yasinlar, başkalar, elaki Yağı Mekke muhbiri, elaki Salah Tungani, bula, Şia Goy. Mana muşular körüdü, anlaydı. Yichen Erbey var diye. Bu 120 milyon dek, onun belki onun batık da vardı. Yani turma deydi Şincan'ı. Endi bularniki deyotgani ya u yerda bomba patlaganini ko'rmagan, ya tuqqunimiz demagan, ya do'stimiz demagan ishlayotganlar bor. Oltin shu yerdan chiqadi, neft shu yerdan chiqadi, Primoriyada Oral. Bu Oralmi shu yerdan chiqadi atom bomba raket yasaydigan. Tüm bayliq, yem xeshak, azanchilik. Yana anlanglar. Bu neft aşağıdan çıkıdı, eğer kıymet bizde azan. Hey, Xitoychik da'vo qilamapsizlar. Xitoylar da'vatizma gapni. Ben yasalgı gap emas. Hey, 120 milyondan ortiq Uyg'urlarni turmaga kampir so'layapti. Zavod fabrikalarda shaxsiylarga setib berdi ishlatishni deydi. Butun narsa chiqaryapti. Mana Uyg'urlarning ahvoli qarindoshlar. Tilidanglar odamcha, ey qarindoshlar. Bu qoinni isbot bilan o'ltirib chamig kisak qilinglar. Naala degan, nolatlanglar degan, tillanglar degan. Faqatlam yengil jazo. Nalatıldık özümüzün Uygur tili da. İngilizce faşist, sometime job faşist Chinese Uygurski parti demedik ko biz. Demiş ki Uygurca dedik. Bunun hoşluğunla.
Belki bizim o istihbaratımı aynen desem ben tanımayım öyle dedim. Ben bıptallam Uygur bir yerdim. Ben tanımayım, bilmem, arlaşmayım. Bunu bilmiyorlar. Sonuçta size hoş koy ama benim yaşlılığım bilirdi bu güyle. Benim bulak kılavuzga yaşlılığım bilirdi. Niye? Mavkalık okumayım, arlaşmayım. Boldu, bunu nim kılaylı. Bana bu bir yerdeki kırgınçlıklarını Xitayla davatıdır. Küçük ballarını aile ama uğlanı küçük olan mı? Amadaki yaman ters kısılıp koydu. Bek ters kısadı. Ula deydi özeki atans bomagaşka o ballar biraz tıldan kışınıp onu mundapı ütep ketti. Ayak aslı hadizi vardı da. Şu an iki bir daha kıplam hatta ayakta hadizi vatkanı ki o gemde kımmadım. Yani Xitaylıqını qata aslı ki konuda izlep atqanlar. Bularga shunchak net 100 ming odam, net tuman odam xat yezib shundoq tinishaydi ekan. Ma'u gap qolsa, bu yerda az boshqa 200 odam bormi? Bizni ko'rayotgan yo'q. Shu sening nevrang, chevrangning, bola chaqangning kelajagi uchun jon qiqib chiqayotgan, vatandagi urib chiqqan oilasini qurbon qilib so'zlayotgan ma ishki yigit. Ama bir yere işi, bir yere kaneyle çok kötü maylıqına köp kettim. Arkadaşlar, biz Uygurlardaki bir hakkılsızlık nerede degen çağda bir adamı tanımayla çavaş çaladigan, bir adam işçini onun ipini atkan, kılıvatkan, kalamısı anlamay, ağırmay, anazlık kınmayla kollap koyduğunu. Ana Mekke okmanı kollab bay hacim akçı. Nimde vardı da irki kırgınçlıklı mı? Aldın nimde gitti. Kaşkan nasıl buldu bizi geldi? Çünkü Xitay onda deme vardı da o hatarlık adam o. Buna irki kırgınçlıklı avaz ağlap nimde de? He? Vay o Manco'nun ismi ya neminik ki Mongolca, Aya Mongolca, Biya Mongolca da ötken haftada ben Gıynepenim dedik o. O Mongollar xatni kimden xati? Uyg'urning xati. Biz onu okusak ajına atalgan burun. O kaçan atalgan 1064 yılının aldıda 1064 yılının aldıda. Bütün yani isim atalgan bitti tek özgergin yok. Könçe degen mi? Şu Mongolda ba Könçe degen gap mı? Golcu Könçe ba, Almatızın bu Könçe ba. Könçe. Galcap deydi. Mongollar karşı Galcap da Mongol baskan mı? Mana bu işplaslarına davat kılacak. Şunun için bula Uygur'un müstakilliği şunçilik ama qo'rq vardı ekan. Kardeşler ben 2018 tushum depegen o. Bütün Müslümanlar Allah'ın sınırını ötemeydi ekan. Uygur müstakil buldu ama yaman tez. Yer astidagi quruqlar o'pib qo'pib ko'payib ketkichidir. Qanday qarindoshlar? Shuning uchun dunyo birinchi yaralgan ma odam so'zlayotdi. Ma birini uyine davataptim, tapamadım deydigan bir inson chiqmadi. Nimaga? Sen Qur'onni o'qiganing bilan, sen Qur'onni o'qiganing bilan o'zing qutqizgan birini o'qidingmi? Uyandingmi? Yo'q. Ben neyse qışıp kalın qarindoshlar. Balangni qanaq tarbiyalayapsan qarindoshlar? Men o'qimaganimga, ota-onamga men o'qimayman. Men mushuna tug'ilib, mushuna yashayman degan joyilgo'y. Ashlarniki nimasiga duo qilib, hajab tutqilib chiqmatmabsan ekan deb ba'zi vaqtlarda duo qilib ketgan vaqtim bor. Izlanish, o'rganish, bilim, ilm, fan, maqsad bir maktabda o'qiganing emas. Yaxshi kishilarniki yaxshi o'qimabdi ekanman dedim. Mush mijozim bilan, mush qilim bilan yaxshi o'qimabdi ekanman dedim. O'qimasam ash sharafsizlardek aya man Jo'g'ar yani ki men man Jo'nan aya Mongolniki deb bo'lib mat chidamayotdi bular. Sho'ng'ishqa Uyg'ur tillik deganimning sababi bugungi kunliklarda chiqyapti ko'pikda qarindoshlar. Xo'sh, o'zimizga gap kelaylik. Manamda bu YouTube'larda yaxshi qarab yaqinlar aziz qarindoshlar, demokratik Xitoylar nima so'zlayotdi? Manamda
Gongsandan hech qachonda kumbu fınzı deganda emasdi. Fangimi fınzıga emasdi Uyg'urlar. O'zi mush kun ekan, ya'ni o'zi xira olmadini. Rabia Qodir demagan, To'lqin Qodir demagan, Ruşan Qodir demagan gapni bak Shreys deb qo'yli. Xitoyda davatida qindoshlar. Men o'qsam maqtag'anligim emas. Kim seni gapini qilib xalqaro anglitadi ekan? Qo'radiki qo. Ala anglitadi. Yani demokratik ödepke demanglar, anglag'im deb biryapman. Ashlarni o'zi anglaydi uni, Xitoychini. Xitoycha anglaydi. Manamda bu dunyodagi siyosat degimangda bunun baş sarang bu, olacak bu. Bu sarang ağzı buzudu, onu kıldı. Aziz qarindoshim, senin nevrang cho'ngsa, maqul ashdan keyin egishmang, meni keyin egishmang demedim. Demedik. Ashdan keyin egishmanglar, nevranglar qayerda yashaydi? Nima bo'lib yashaydi? Egilik huquq qanuniki. Senin ishchanliklariniki egasan, ular ne yapar ekan? Zulüm deydi. O Xi Jinping orada Wang Qishan chiqqan bo'lsa, u nima qilibdi? Qag'anlarning qo'li qo'ron tutqizib qo'ydilar. Atal deydi. Atding. Bütün media o Sünniyamra qas Uyg'urning qo'l qurolni Xitoyga qirib Yo'q tutdi. Ailani akritdi. Men dünya sizlarga nima dedi? Xi Jinping efendim bularni moshlarga bo'lib, kampa tadbirlar hammani qarshi chiqdinglar. Bu musulmonlar moshlar millat deb qirilib ketganni o'zi shu badam tutib kelib, nima kelib salbiy gaplar shu o'zini qiratdi. Eliqqa nimaga xalqni, dehonni yiz chiqib, Xitoy qiratdi. Uyg'urcha kimlik qo'yaplam, saqal but yasaplam. Al kamera jo'ra hekamatni ko'rdingmi? Uyg'ur ana deb. Anaki Uyg'urni tutib ipni qirib yo'qotdi. Shuni xohlamsizlar, zulm anglasanglar, zulmniki nimasi? Jo'zoni shunchaki haqli bo'lgan, mavzuniki dimshapini unchaki haqli bo'lmagan. Bak jo'zoniki jo'zoni yim bo'ldi bizliq. Ve sadece bu kitapni men o'qigan. Bu kitapni men o'qib, bu yoqdan bu yoq o'qigan. Mixliq ruhiy deganni shu kitobda yozgan. Jo'zoniki bu haqiqiy aqidasi, mazmunliq irodasi ham maqsadi, orzu armonlari Congo minzuk ko'cha degan. Congocha demokrat davlat Xipechefan Xinjiang'ni 3 ni asos qilib yozgan bu kitob ichida. Bu mushunday ifsanchilik, mushunday nepis kitob bu. Ifsanchilik, mushunday kitob. Mushunday kitob. Pinyin izlagan jimami? Pinyin o'rgan kitob. Xitoycha pinyin qilib o'rgan kitob. Bularni yig'ilgan kitob. Anladinglarmi qarindoshlar? Mush kitobda o'qiganni kallamda eslab deb andiki men Turkiston degan qarshi chiqqanimniki nimasi? Bu Amerikami? Turkiston desa, ma millat yo'qaydi ekan. 1 2 3 4 buni Tayvanmi buni Uyg'urning dushmani bo'lib chiqdi ekan. Vatikan maqtusun Tayvanmi Uyg'urning dushmani bo'lib chiqdi ekan. Amerikaning kuch yetmay Tayvan qurol berib, voy do'stim demni nima uchun Tayvanni mustaqil qilib Uyg'urdan qo'lni uzish, Xitoyni yag'il qoldirish, ani mustaqil qilish. Ammo Tayvan Amerikadan kerak chiqqan bo'lsa, degandek chiqqan bo'lsa, Sayevniki bugungi Xi Jinpinglarniki diplomi yag'an saqti chiqqan. Chunki Vatikan nima qilib qo'ygan? Buningda Amerika Demokrat Cumhuriyet Partisi qanday o'ynatganligi oshkorlanib chiqdi qarindoshlar. Sen siyosatchisan. Sen mashina haqdan keldimi? Hep bilan bunamda
Bu demokratik Xitaylar bunu arıp çıktı. Bu G'ni efendim işkimiz dep bo'lgan bunu. Bular endi ügünüyordu. Sizlermi bunu gapni ben poyitib qo'yay. Qo'lchi qo'ygan ekan buni. Onu qabul qilib qo'yinglar. Biz deganga ishonmadinglar. Endi biz deganni biz deydik deb chiqyapsiz, agishyapsizlar. To'g'rimi deb qo'yaylik? To'g'rimi xatomi? Siyosatlar. Siyosatlar. Nomus qilinglar. Baytin men deb o'tib ketgandek icra qiladigan komitetiga arz qilinglar. Mana sizlar meninglar. Sizlar meninglar. Yo'q, biz qo'rqib ma chidamaydi, bo'lmaydi desanglar, gap qilmanglar. Gap qilmanglar. Xalq endi dunyasi ko'rdi. Amerikalik qalam qachaq aytgan misolga besilmaydi qarindoshlar. Besilmaydi. Trump taxtiga yaqinda chiqsimi, bu qalam qachaq besilmaydi qarindoshlar. Chunki sen ko'ramagan qulqon gaz ko'zi va ko'rmaydi, qulqi va anglamaydi, yuragi va sezmaydi, og'zi va so'zlamaydi. Sizlar ashuna bo'lib qoldinglar. Chunki mening ko'zim ochiq, qulqim ochiq, tilim uzun, yuragim sezgir. Chunki bu Alloh berdi, haq adolat deb. G'ani efendimmi? Ne o'xshash. Mesela G'ani efendim mendek o'qimagan odam nima qiladi? O'ylamadinglarmi? Ben işte bu tarixning taqdim bag'dan so'zlab qo'yman. Men Beyjingda da'tib anlagan mushib Şinjan'ınki qayerda qetilib olgan keyingi qitim so'zlab turman. Ay Beyjingda Xitoylar o'z so'zlagan. Nima deyapsizlar? Zozongtangning oldiki vaqtida tomni ekilib, sajda sepil, qancha kilometr qolgan. Ulardan da so'zlab turman. Bizim vatandaki şu Gensu üye deganlar bizim konu xaridida. Hani ki ma'volikqa qalmoqli va ma'vo Xitoy tarixchisi, ma Uyg'ur tillik. Hani ki Makki o'qigan sharafsizlar va voy u degan Uyg'urning ishimiz yo'q deb shudi. Keyin nemisi borligini tushuntirib qo'yman. Bularniki qayoqdan pul olganligi Vanchi işen qo'liga ilib kelsa, bular qalamda olib qoldi. Kim pul oldi kimdan bular? Mana demokratik Xitoylar kelayli. Mana shunda tatlab men deb basbasini chiqishmadi bular. Nimaga? Endi millat to'ladi. Endi ma'vo tarix kelgan chaqda futqo o'tib ketay. Keyinchi depirman, keyingi qitimma. Xudoy bilsa. Bu tarixda ani Uyg'ur dalamay Veyshinjin davodadir. Nimaga? Bular tarix qarab, mush kommunist o'zib tushib boshqa Xitoylar nima qilsa, tarixni shunday qilsa, Uyg'urlar chiqadi. Hozir biz mustaqil emas, dalanmayotdi. Qarindoshlar, sizlar bizni navrat o'qimanglar qarindosh. Sening balangning navrangning kelajagini o'ylasang, men ya g'ini nima qilolmaydi? Biz da'vat qilamiz. Biz so'zlab tushuntirib, to'g'ri yo'lga tushuntirib, xatosi arifadiq-ku. Biz ülep gitimiz. Ma ballar nevler mustaqil devlet yaşaganda bütün dünyadan atı babamның devlet kuruluptu da kilidi. Cennet bakan arkadaşlar. Bu çakçak kılmanglar. Çakçak kılmanglar arkadaşlar. Azim mesela da G'niyalarniki Yaponiki vakit 13 yerim oldu. Şuna koyayım mı efendim? 11 yerim. 23'ten 31. Buna. Yerim geçulaydı dedi. Ama yerim geçulaydı koptu. Bizim 3 yerim oldu. Arkadaşlar, bunu başında avatçılık, onu çıkarıvatkan, bunu izlevatkan, onu nimkatkan, maşamana işlep gelip, şak baladı adam. Hem de ma adamda kichkina bir vatan millatiga nima o'tgan bosh o'zimi shu vatan hozir meni emas g'aynini da'vatdan o'laqa maqsad deb qolmanglar. Mao ashu seni o'qimaganingga sening laqaming bilan kin og'zingni buzg'ini qaramay ma bola sen hamkorlikni haqiqatan vatan padada men qilib qoldim. Ma g'ayni pandimni da'vatdi. Tüni akşam bir adaş dep verdim.
Bırak efendim. Eniki tasısı oldum. Sonra ben bu ağzımda üstümde bilmedim. Ama çoğunla ma g'eynini axloqini ağzı boz diye ma salağını bilişiyor. Bu mu salağın demeğler. Ma çoğun hakkıdırlar ma tarihçi tıksızlar. Ben ötkele dedim ko. Bultularda oğuzlarla dep geldim ko. Ne tarihçiler ne ziyaliler var. Çünkü ma sahtı dünya çıkmadı bular. Kim çıkan derken apla deysizler. Kapımağına kumaptık. Sizler bilsizler. Kaçtan bilmeptik demeğler. Kim? Arkadaşlar. Çünkü bizim o videonu ma köküzler, selik çaşlar, ağlar, yeşiller bilirdi. Anlayı tercüme kılırdı. Aziz arkadaşlar. Bo'lmasa menimki nima kelgan bu ilqi nima degan shundajik magu yo'qolsa yolg'iz qoladi deb. Hukumat o'zini davasini qo'yib berdi, bular bilib qoldi. To'tqa chiqsam so'z bir bolqin urib sana nima qilib bersa bo'ladi. Sening ma USB deganida bilim bor. Sening uyg'urcha gaping bilan qilgan da'vo yozgan nimang sening guruhingnikilar. Buningda Uyg'urning da'vosi yo'q deb chiqadi. Shuning uchun sot bilan ustidan shuning uchun bu go'ylar namoz qiladi, qo'rqadi, xoin bo'lib chiqib qilishsin. Unda vaqtki Uyg'urcha tilini qabul qil. Sağma hükümet ma xoin demedim. Aynaqa sotga chiqqicha. Unda bo'lgan ekan, bu Shvetsiyadami? Kim qanda, qanlagan qayoqda askar, diviziya qurayotding. Bengtuan. Hamman biligidek. Men ularni hükümet demayman. Nimaga deganda Uyg'ur millati xoin millatkan bo'lar deb qolmasin. Ki hammamiz to'qib ketmayli deb Uyg'urcha ayt deganga faqat ko'nglini nima qilmasin. O'zinglarning xatoligini o'zinglarga kitobni xato yozibsanki, bunda qisqa. Bunda qisqa emas. Latincha o'ntirabdan, so'ntirabdan. Ko'ngilcha o'ntirabda yozilganini sizlar ost-usti yozyapsizlar-ku. Yaponcha bilan Xitoycha aralashtirib bo'ladi demoqchi men. Unda odamga o'zinglar xatolik o'zinglar to'nib meydanda tashlab turadi. Men rais bo'lar demedim, g'eynimi demedi. Sizlar ittifoqlashay degandan keyin perda qismi ütdüydüңlar sizlar anlamagan kishi bo'lib. Ayşiğalar dengler. Malani kırmışa kollanglar. Kollasanlar, yani benim rehberligimde buludu. Deysen mi, yani makul. Ben başvuru ben düşküm yok. Muşundak, Gaddafi'dek, Esed'dek, Bekkem kuşaklavasan, Nazarbay'dek, kuşakla be. Ama ki doğruluk kıl. Bir to'g'rini qilgan kim qildi o'za 2009'ning oxiri To'qabay bek chopib olgantinglar. O'ziga aytmadi u bir prezident. Biz 2000ga yaqin qozoq nimamizni o 2000ga yaqin chiqib bo'ldik. Yo'q, bilsimi qolmadi dedi. O adam hakikat sözüldü. Şu an iken bu yaktan tankit giyip gitti. Onu bana mı? Tokkuydu, anlamadı. Niye? Bu yakşı mı yakşaması mı? Yakşı. Ama sen aşıncı gidelemedin. Başka millet çaplak bunu, yine efendim ötep gitti bunu. Bu hakikatini anlatadı. Hem de Xitayla sen onunla hakikat sözü aldın. Bu namus. Bu namus hakikaten. Xitayla hakikat sözü aldılar. Aşağıdaki bir kişini solu bilip akşam Xitay ayağından davet kını. Sen koşmak tukallarla ütepti. İran'ınki nemisi yengilleydi de. Başında şermenli gemine biraz kırdaşlar. Ya aşı videonu bana öğretmen sana öğretmedi. Biz o nimlerge ayrım ilakı mesaj kıldığın toplar öğretip koyduk. Arkadaşlar. Yama şermenli gep bana. Ay İran kampıda nemis tüyü ilakı aksapçıdı dep koşmak çıkan bile erkişilen. Aya bulup ütep taşan yerden kılıp tamak ettiğimi kıptı da aşırı dep. Bu ne mi gep?
Nurgun gap var, senin Türkiye'de ezgim yok. Ezgim yok. Bak Xitaylar Uygurlarni qancha qiynavatqanligini, qizlarni yeshik etmagan qizlarni suv ichib kulib so'qoqda qilib yavaş mang'izib to'kib o'tib qoladi. Xitaylar faşist deb tillayotidi. Sizlar isbot yo'q. Ash irqiy qirg'inchilik emasmi shu? Ha? Bir qizbalani, bir hükümet, bir devlet, kanun, bir devlet xalqni düşmanı olsun qilib ayollarni, ayollarni emas, kichik qizlarni deyotdi. O degan she sen söyleydi. O'zini o'ylab yiqmalar. 11, 12, 13 yaş. Arkadaşlar, bu gap uzak ketmesin, mening Mishat Türkiye gapimdi. Endi vaqt munosabati bilan eng oxirida meniki xabar xarakterlik bir qo'shib qo'yadigan narsam bo'ldi. Shu medialarda hozir mundaq bir narsa chiqyapti. Dünya Sayya Tashkiloti Jungo hukumati tarqatgan bu virusni tekshirmoqchi bo'lib, oldingi oyda ketganti deydi. Mana hozir 1-oyning oxiri, oldingi oyda bo'lsa 2-oy nima yil oxirsida bir chog'da ketgan bo'lamda. Oldingi yilniki bu 12-oylik gapda. Endi hozir Wuhan'da paydo bo'ldi ular deydi. Oldingi oyda mana 2 oy burun ketgan odamlar endi Wuhan'da paydo bo'libdi. Bular ne deydi yurdi 2 oy deb haqlar so'rabdiki, Beijingda yuribdi deydi. Endi Wuhan'ga kelgandiki qanday bo'lib desa, bular eng isbotliq muhim o'rinlarni ashan tekshirmaymiz deb tajribaxonlarning gapini qilibdiki, bu intayin xatarlik, mashinadan tushmay turinglar deb mashinani o't tag'izib aylantirdi deydi. Xo'sh, undaq bo'lsa, shu xabar rost bo'lsa, men bu yerda bir narsani eskartib o'tmoqchilar hozir menga chiqarib qo'ydim. 2009-yildagi Urumchi qirg'inchilik uchirgan Uyg'urlarning surati ustidagisi. Astidagisi hozir Wuhan'dan ahvoli intan xatarlik deb bu odamlarni tushagizmabdiki, oladigan har yo'g'on narsalarni kiyib, tajriba ishlaydigan doktorlar bo'lamda hammasi olam ushquchilari kiydigan kiyimlarga o'xshash bir narsalarni kiyib yuribdi-dek hozir xatarlik deb. Shunga Allohni kirgizmaydi-ki birsinimi? Kirgizmasining nima foydasi? Buni 2009'daki Ürümçi'de yüz bergen Uygur'unu qirgan vaqtimi bütün dünyadan bağlan muxbirlarni mehmonxonaga so'lab qo'ygan tesh xatarlik deb. Sizlarni armiya qo'g'daydi debli bilan qo'rshamda ishni chiqarg'izmay mehmonxonada yotqiziblar. Amli bo'lgan ishni sizlarga bir diskaga qilib video qilib bersak, mushuni tarqatsanglar bo'ldi deblar birsi birdan tutqizibdi. Soğuk salamni qo'liga beribdi, bay deb yo'l sap qo'yib, hammasi ketibdi. Ketgandan keyin u yerdagi boshliqlari Vatikandan qo'rqmaydigan boshliqlar bo'lib qolsa, naq maydondan qaytadan rost isbotni akilinglar deb qaytadan yo'lga solganlar bor ekan, nurg'unlari so'g'u salamni deb yolg'on videoni taqtibdi. Shu muxbirlarning ichida Yaponniki 4 muxbir bo'tdi. NHK deydigan bularning Yapondagi eng cho'ng televiziya, radio hammasini tanqilladi bular. Ashdaq mediada bu. Muşlarning 4 muxbiri bo'lganda ularni ashdaqda majbur yo'l sevetibki, ular qaytib kelgandan keyin mushtaq deb, mush narsani taqqitinglar deb badi deganni dedi. Xabarni qo'yib berganda uchuq oshkorladi uni. Dedi deb bo'lib, andan keyin o boshlig'ining buyrug'i bilan yana qaytadan o'zi materialni yig'ish uchun Urumchiga mangdiganligini bir maqol yozib e'lon qildi. Demak, bu saxta narsa ekanligini bildi degan gap. Endi shu chaqdami xatarlik desimi qaytadan bordi.
Ama ikisini seliştirmoqchiman. Ma bu Wuhandagi nasimi? Oy, xatarlik deb mashinadan tushagimizda yeg bag'aning nima foydasi? Osh xatarlik bo'g'ashqa tekshagili bordi-ku bular. Xatarimiz nima bor edi? Endi mashinada o'tirib ko'riblar, ayni vaqtdagi Xitoy hukumati, ya'ni Jungo hukumati yasab bergan videoni ko'tarib kelamda bular. Bu yerdagi bo'ldigan yolg'onchiliklarni, tashviqotlardagi saxtlik narsalarni o'zinglar o'ylab beqinglar. Men mushuni o'ylash baqsin deb chiqarib qo'ydim miyaga. Vaqt birey berib qopti. Xo'sh, keyingi mediada ko'rishayli. Ya ata ya o'gün. Biz eng qisqa vaqtlarda uchurlarni yig'ib, biz tayyor qila olsaqlar, mediaga davomli chiqib turamiz qarindoshlar. Xo'sh.